Qo'shni tinchlikmi? Qo'shni, endi ozgina hijolatchilik. O'g'limni maktabidan remontga 50 ming so'm so'ragan ekan. Ertaga olib bormasa bo'lmas ekan. Shunga 50 ming qarz berib turing. Ha, uyingizga 50 ming so'm zaxira qilib qo'ya olmasangiz, qanaqa erkaksiz? Og'ir bo'lsa kerak-a qo'shni farzandini maktabiga 50 ming so'm topib bera olmasdan qo'shnisidan so'rab chiqishi. Agar erkak bo'lsa. Mang? Ha, qo'shnilar yig'ilib qolibsizlar. Ha, qo'shni Abdurashidga 50 ming kerak bo'lib qolgan ekan. O'g'lini maktabiga berish kerak ekan remontga. Shuni beryapman-da. Shunaqami? Abdurash bu gaplarni eshitmam, olaverasanmi pulni? Dadasi, o'g'lingiz maktabdan yig'lab keldi. Maktabga remontga 50 ming olib borish kerak ekan. Olib bormagan bitta o'zi qopti. Shunga o'rtoqlarining ichida izza bo'libdi. Ertaga maktabga bormayman deyapti. Ha, esimdan chiqibdi-yu, va aksiga olib bugun ishlagan pulimga bozorlik qilib ketdim hammasiga. Uyda pul qolmagandi-ya. Uzr dadasi, sizni ham kelishingizga uyning muammosini aytyapman-da yana. Bo'pti onasi, sen ovqatingni qilib turaver. Qo'shnidan qarz olar ekanman-da endi. Endi qo'shnidan nima deb so'rasammikin, odam ozgina g'alati bo'lar ekan-da. Ha, qo'shni milliarderlardek o'ylanib kelyapsiz, tinchlikmi? Ha, qo'shni tuzimsiz? O'zi siz kerak edingiz-da. Bolam ertaga 25 ta sinfdoshini oldida izza bo'lgandan, men ikkita qo'shnimni oldida izza bo'lganim yaxshi. Erkakni puli bo'lmasligi mumkin, qo'li kalta bo'lishi mumkin, og'ir mehnat qilishi mumkin. Lekin birovni kamsitadigan tili bo'lmaydi. Erkakni haqiqiy erkak tushunadi. Tili bilan yuradigan qotillar emas.